Hozir shu tush ko'rish, karomat hammasi keng tarqalgan. Tush nima? Tush insonning uyqusida 3 xil bo'ladi. Avvalgisi bittasi shaytondan. Shayton keladi, alg'ov-dalg'ov tush, u toza rasvo narsa. Unaqa tush ko'rganda odam turib chap tarafiga 3 marta tuflash kerak edi, birovga aytmay yuraverish kerak. Tushning ikkinchisi uyg'oqlik vaqtida o'yiga o'ylab, kallasiga mahkam qo'yib olgan, odamlar bilan gaplashib, o'sha fikr bilan yotgan odamni kallasi davom etadida ishlab, haligi nimasidagi gapirayotgan gapi tush bo'lib kiradi. Uchinchisi solih tush deyiladi. U kun bilan tun teng bo'lgan pallalarda, tong chog'ida Alloh taolo tarafidan bir bashorat o'laroq beriladi. Ya'ni yaxshilikka ishora xolos. Tushdan hukm chiqarilmaydi. Tush ko'rgan bilan birov bir narsa bo'lib qolmaydi. Tush ko'rilgan odam ham bir narsa bo'lmaydi. Yaxshilikning ishorasi xolos. Odamlar haligi aytilgan karomatni noto'g'ri tushunganlar o'sha tushni har kuni ko'radi ular. Chunki har kuni o'ylab yuradi-da. Har kuni kun bo'yi o'ylab yuradi, bugun qanaqa tush ko'raman ekan deb. O'zlari bir guruh odamlar bo'lgan, hammasi ko'radi. Keyin kechgacha bir-biriga tush aytishib yurishadi. Hukm chiqarishyapti. Viloyatlardan birida birovni eshigini 2-3 kishi chaqirib kelibdi. Ha? Tabriklaymiz. Nima bo'ldi? Mana o odamni tushida hajda yurganimiz siz. Siz ham haj bo'libsiz, endi bir oshib berib yuboring odamlarga dermiz. Mana shu yerning o'zida bir g'orga kirib etikab o'tirgan ekan, kelib birov qo'lidan ushlab Ka'bani aylantirib kelibdi degan gapni tarqatishgan. O'zimiz hay deb zo'rg'a ushlab qolganmiz. Bunaqa narsalar haligi parakandalik, ibodatni buzish, odamlarning hayotini olib qochishdan iborat xolos. Yaxshi tush, solih tush yaxshi narsa, faqat ishora xolos, undan hukm chiqmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Yaxshilik, inshaalloh bir yaxshilik yetar ekan deyilsin, lekin kimnidir martabasi tush orqali tasdiqlanib qolmaydi. Kimnidir birovdan haqdorligi bo'lib qolmaydi yoki yana boshqa holatlar bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsaga nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak.